Xo'p, Madina bola ziyoratimiz davom etadi. Hozir biz do'stlar Uhud tog'iga, ya'ni Uhud maydoniga keldik. Ziyoratchilarimizdan birgalikda avval Hazrati Bilol masjidlarini, Qubo masjidini, Qiblatayn masjidini hamda Salmon Farsiy masjidini ziyorat qilganimizdan keyin hozir biz mana Uhud tog'iga ham yetib keldik. Inshaalloh qanday safarlarda, bunaqangi ziyoratlarda siz bilan birga bo'laman degan uchun inshaalloh raqamlarga chiqib mana shunday ziyoratlarga birga boramiz. Hozir qisqacha ko'p vaqtingizni olmaymiz. Ko'p vaqtingizni ushlab qolish niyatimiz yo'q, lekin bizni kuzatib boring. Uhud tog'i haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Bunaqangi sizni ko'p vaqtingizni olib qolmaymiz. Uhud tog'i endi o'sha paytda payg'ambar alayhisalom paytlarida nima bo'lgan? Uhud jangi bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom o'sha jangda rejasini tuzayotganda sahobiylardan tarkib topgan 40 nafar kamonchilarni ana shu Uhud tog'iga qo'yganlar. Sababi nimaga? Orqa tomondan dushman kelib qolmasligini oldini olish shunaqa qilganlar. Endi musulmonlar o'sha g'alaba qozonishayotgan paytda o'sha kamonchilar ham o'z hissalarini qo'shishlik maqsadida yordam berish, biz ham hissamiz qo'shilib qolsin shu g'alabaga deb pastga tushgan payt dushman bir tomondan kelib qolib, go'yoki g'alaba qilgandek bo'lgan. Mana shuni ta'sir qoldirgan, mana shunday voqealarga guvoh bo'lgan mana shu Uhud tog'i azizlar. Bu tomondan shahidlar qabristoniga ham boramiz hozir inshaalloh. Bizdan uzoqlashmang, inshaalloh mana shunday safarlarda, mana shunday ziyoratlarda biz bilan birga bo'lishni xohlasangiz, inshaalloh mana shu sahifamizga obuna bo'ling. Biz siz bilan hammasini Allohning izni bilan birgalashib qilamiz. Hozir mana ziyoratchilarimiz bilan birgalikda ularda hozir issiq havoda salqinlab olishlari uchun birgalikda suv olib, ularni chanqo'lan qoldiramiz, xudo xolasa. Hech kim chiqmagan ekan yengib. To ana shu shahid bo'lib bo'lgunlarigacha. Ha? Ana shu shahidlar qabristoni oldin Ozimovitdan o'tayotganimizda soyda bu tomoniga to'xtab qo'ydi mashinani. Ana shu yerda kichkina soychalari baland bo'lgan ekanki, bitta qo'lda jang qilsalar insonni urganda ikkiga bo'lib yuborar ekanlar. Ana shuning uchun ikkita qo'lda jang qilar ekanlar. Hamza roziyallohu